narxlari nechi pul, qaysi pozitsiyalar, yillari nechi. Faqat bitta iltimos aka, mashinalar burilib eng oxirgi narxini aytavering. Kelsa gaplashamiz emas. Chunki oxirgi narxni bilishimiz kerak. Masalan, Voyah Nechi pul aka? Bu qaysi yili? elektrichka bu, polniy elektrichka. Aytib oling aka nomerlarni. Siz nomingizdan kelishsa, Men nomimdan kelishmaydi aka. Nomeringizga chiqib, mashinangiz bor ekan deb kelaveringlar akalar, meni otimni aytmanglar. Akam eng arzonini qilib berasiz. Xudo xolasa. Bo'ldi aka. Yo'q aka, bizniki живой bo'lsin deyapmiz. Carling'da mashinalari bor ekan. Dongfeng 008. Oxirisini aytavering. Oxir bo'ladigani Depal S07 bu. Bunimizda chempionlarda qora rangi bor. Nardagreylar sal arzonroq yurmayaptimi bizda? Nardagreyni Xitoyda sal arzonroq yuribdi-da Nardagrey. imkon qadar kelishtirib beramiz. BYD Leopard 3'imiz bor. Depal S09. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsa, buni hozir nalichada i3lar bor. i3. Hozircha 35 yilli Nardagrey bilan mana shu темно-синий ranglaridan bor. Zikr bizaniki nalichada faqat shunisi turibdi. Li 6 Pro'lar bor. Shu 40 yil shu i3 40 yilli yurgan, 18 ming yurgan. Ha, kelsa mana shuni kelishtirib beramiz deyapti. Yaxshisi kelishtirib berasizlar. Shular chempionlar bor. Chempionlar qanchadan beryapsiz? Muhammad Yusuf Han e'lon bor ekan-ku. Hozir endi yana bir qancha yangicha mashinalarda BYD ni E7 turibdi. Dongfenglarimiz bor aka. Ana shu Dongfeng tanishtirib bering. Xo'p bo'ladi. Dongfengda razi zo'r bor. Dongfeng 007 bor. Nima deydi? Leapmotor B01. Ha, B01 sedan. Narxi ham Cobalt narxi. Narxi ham Cobalt narxidaqa. Mayli akalar, umidimiyman. Kelinglar, o'zlaringiz taqqoslanglar. Shunaqa. U arzonrog'i bilan bu qimmatroq ekan. O'zlaringizga ma'qul bo'lgan olaverasizlar, Nurbek. Ha, shunaqa. Kelinglar, ana shu yerga urib olasizlar. Men javob beraman, chunki 26 modelini narxlarini arzon aytayaptilar. Faqatgina Dongfeng Ionis L7 ni eslangda bo'lsa, Nami Box'ni ko'rsatgan edim. Mazda EZ60 bilan Toyota'ni BZ5. 630ligimi bu? 630lik. Vosh zo'r ekan. Endi Mazdani ham narxini aytib bering. Mazda esa sizga odamni o'shancha avatarga o'xshagancha. salonni ko'r. Bozorda yurib BYD Sedanni ham ko'rdik. Qarshimizda Denza N8 ni ham olib kelib qo'yishibdi. S7 nech pul bo'lyapti? S9. Bu S9 mi bu? Vosh, yorvoribdi lekin mashinani. Hozir bozorda yurib S07 ni Dongfenglarda ham arzon sotyapsizlarmi? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz 7-dekabr 2025-yilda Index bozorida turibmiz va bugungi kundagi bozordagi elektromobillar, Xitoy mashinalari narxlarini o'rganib chiqamiz. Qani akalar, 26-yil 1-yanvardan Xitoydagi ikkilamchi bozordagi mashinalarni eksportiga taqiq qo'yilgandan keyin nimalar O'zbekistondagi narxlarda qanaqangi o'zgarishlar bo'ldi, birgalashib o'rganib chiqamiz. Qayerlar boshladik. Mana hozir birinchi BJS Motorsga keldik. BJS Motorsdan assalomu alaykum Bobur aka. Yaxshimisiz, suyimsiz? Bobur aka, nima mashinalaring bor? Narxlari nechi pul, qaysi pozitsiyalar, yillari nechi? Bitta tanishtirib berasizmi aka? Faqat bitta iltimos aka, mashinalar burilib eng oxirgi narxini aytavering. Kelsa gaplashamiz emas. Chunki oxirgi narxni bilishimiz kerak. Xo'p, mashinalarimiz komplektatsiyasidan kelib chiqadi narxlari. Ha, o'sha. Mana misol uchun Voya. Masalan, Voyah 318 talik. 24-25 restylingi versiyasi. Nima degani 24-25? Yili nechi bu mashinani? Bu texpasportda 24 bo'lib chiqadi. Mashinaning narxi 20 yili 24 da, Yili 24. Modeli 25 model. Modeli 25 model, restylingi versiyasi. Buni narxi 36300 qilib beramiz. Bu nima? 4 talikmi aka? Fulmi? Полноприводный, 4 ta ведущий. Rang salonlari oq ekan-a? Qoraga, mokriga oq, qoraga oq, oqqa qora ranglari ham bor. Nech pul dedingiz narxini? 36300. 36300. Hammasi shunaqami aka? Hammasi shunaqa. 36300. Boshqa yana nimalar bor aka? Sizlarda sotilib turganlar shularda. Xo'p, yangi model olib keltirganmiz. Undan oldin men Voyah Dreamer'ni ko'rsatdim. Voyah Dreamer'ni ko'raylik. Gostinitsa Turfirma strechalagan mana shu mashinani ham olishsa bo'ladi. Nech pul aka? Bu qaysi yili? 2025 yili. Yili 25. 55 ming qilib beramiz buni. 55 ming qilib berasiz. O'zi fulmi bu aka? 4 ta baland tortadiganmi? Yo'q, bu orqa tortadigan, ha? Ha, bo'ldi. Men esimda yo'q, bu o'sha qaysi pozitsiyaligi. Mana yangi modelni olib kelganmiz. Voya Coverage. Elektrichka bu, полный elektrichka. Necha kilometrli aka? 570 общий запас хода, bu ham полноприводный. Полноприводный 570 kilometrli. Coverage, necha pul aka buni narxi? Xo'p, buni 30500 qilib beramiz. Yili 25 mi? 24 buni. Yili 24. 30500. 30500 oxirgi Shuni narxi. chempionda ancha qimmatroq ekanda hozir. Lekin преимуществоsi полноприводligida buni. Uchlari ham mana shu lyuks bo'lsa kerak, a? Zamshli salon. Qanaqa ranglarimiz bor aka bu mashina? Faqat qora rang olib kelganmiz. Faqat qora, полноприводный. Yana nima mashinamiz bor aka?
Hozircha shu mashinalarimiz. Aybdorlar sizniki emasmi aka? Aybdorlar qo'shnilarniki. Bo'ldi, qo'shnilar oldida kiramiz. Bobur aka, mabodo klientlar kelib mashina olaman desa, sizga telefon qilishaversinmi? Qilishaversin. Aytib yuboring aka Siz nomerlarni. nomingizdan kelishsa, Yo'q, men nomimdan kelishmaydi aka. Nomeringizga chiqib, mashinangiz bor ekan deb kelaveringlar akalar, meni otimni aytmanglar. Akam eng arzonini qilib berasiz o'zingiz. Xudo xolasa. Bo'ldi aka. Nomeringizni aytib yuboring aka. 91lik 011 0911. Rahmat aka, sog' bo'ling. Rahmat. Mana bilib oldik, Caverage'ni narxini, Voya Free'lar narxini, mana bu Dreamer'ning narxini, ketdi boshqa mashinalarni ham ko'ramiz. Navbatdagi mashinalarimizga keldik endi. Hozir Carling'ning mashinalari bor ekan. Shamsiddinbek, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tomoshabinlarimizga qanaqa mashinalar bor, narxlari nima, pozitsiyalari qanaqa tushuntirib, tanishtirib bersangiz. Boshladik. Bizda xo'sh, hozirgi paytda yaxshi sotilayotgan mashinamizdan Dongfeng 008 26 reysayling bu. Aha. Birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyasi qoraga, qanaqa rang ekan? Qora ekani. Xo'p, buni qanaqa ranglari bor hozir olaman degan akalarimizga? Hozirgi paytda bizga nalichib turgani qoraga qora va qoraga oranjiy qolgan. Bo'ldi, tushunarli. Hammasi 26 modeli. Da, hammasi bir. Nech pul narxi shuni? Oxirini aytib. Oxir bo'ladiganini 31,5 qilib beryapmiz. 31,5 qilib beryapsizlar. Qoraga oranjiy va qoraga qoralardan mavjud. Yana qanaqa mashinalarimiz bor? Xo'sh, keyingi mashinamiz Depal S07 bu. Bu qaysi modeli bu? Xo'sh, 25 model. 25 model. 215 Max, 215 Max. ha? Buni nech pul qilib beryapsizlar? Bunimizni oxir bo'ladigani 27,5 qilib beryapmiz. Bu qoraga oranjiy, o'zi bir dona shikiliga Moonblue deydimi, nima deydi? Tobitlarda Moonblue. Qora deb aytiladi. Lekin ko'kimtir yaltirab turar ekan. Xo'sh, mokriy rangi bor, oq rangi bor, mana shu rangi bor. Salonlar ranglari Salon har xili bor, ha, hammasi. Tanlasa bo'ladi. Demak, 215 Maxda 19 diskaligini 25 modelligidan hammasida head-up displeyi bo'lsa kerak. Da, hammasida bor. Bo'ldi. Buni narxi 27500 beramiz oxirida. bo'ldi. Tushunarli. Yana qanaqa mashinamiz bor? Xo'sh, keyingi mashinamiz BYD so'nggi chempionimiz. BYD chempion. Assalomu alaykum Rustam aka. Videoga tushib qo'yarasiz aka. Xo'sh, bunimizda chempionlarda qora rangi bor. Endi men bu rangimizdan nardigrey aytishadi. Ha. Xo'sh, oq rangi bor. Narxlar qanaqa? Narxini buni oxiri 29,5 qilib beryapmiz. 29,5 qilib beryapsizlar. Bo'ladigan narxi. Nardigreylar sal arzonroq yurmayaptimi bizda? Nardigreyni Xitoyda sal arzonroq yuribdi-da Nardigrey. Imkon qadar kelishtirib beramiz, lekin bo'ladigan 29 dan turibmiz. Tushunarli. Xo'p bo'ladi. Yana qanaqa mashinamiz bor? Xo'sh, keyin BYD Leopard 3imiz bor. Qaysi pozitsiyasi bu? 4-chimi? Max, ha. 3. Bu 3. 3 pozitsiya, ultra emas, ha? Ultra emas, yo'q. Bu nech pul bo'lyapti bo'lmasa? Xo'sh, bunimizni oxirgisini 28900 qilib beryapmiz. 28900 3 pozitsiya bo'lganligi uchun. Qarang, bu ham full bo'ladi, 3 pozitsiya. Faqat max bo'ladi, ultra bo'lmaydi. Ultra bilan max farqini bilmaysizmi? Xo'sh, farqlari qarang. Xolodilnik bo'lmaydi. Xolodilnik bo'lmaydi. Oldi bu ultrasida bagaji bo'ladi. Bagaj bo'ladi bunda ham, lekin knopkada elektronli ochiladi. Ha, elektronli ochiladi. Ha. Salonida mikrofon karaokeniki bo'lmaydi. Ha, mikrofon bo'lmaydi. Fonari ham bo'lmaydi. Tushunarli. Orqada bagajda subwoofer yo'q, Maxda. Ultrada bor. Bo'ldi, tushunarli. Asosiy farqlari shu. Buning narxini oxirgi qilib beradiganlar 28900 qilib beryapmiz. 28900. Ha. Yana farqlardan bittasi tormozlarimiz sistemasida sal farqi bor. Navbatdagi mashinamiz. Navbatdagi mashinamiz Depal S09. S09'imiz ham bor ekanda. S09'imiz da bor. Bu diskasi oddiy diska, anaqa lagan diska emas. O'zi infulimi o'zi? Ha, lekin infuliga lagan diska dopopcha qo'shilmagan. Qo'shilmagan. Boshqa hamma yog'i full. Rangi oranjiy ekan. Oranjiy salon. Narxi oranjiy salonga narx qo'shilgan. Da. Bu ham dopopcha hisoblanadi. O'zi bu fuliga o'zi ikkita dopopcha bor xolosida. Bitta lagan bilan salonida. Ha, xuddi shunaqa. Buni qo'shilmagan. Kimlargadir lagan diska yoqmayapti-da. Shunaqa. Bu ham lekin o'ziga yarasha chiroyli. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsa, buni 48500 qilib beryapmiz. Oxirgi 48500 ga kesob beraverasizlar. Bo'ldi. Kattakon rahmat Shamsiddinbek. Agar qiziqsalaring, bemalol kelaverasizlar. Mana Carling yo'lda bo'yida turadi, Shamsiddinbekka uchiraverasizlar. Shunaqami? Xudo xolasa. Sog' bo'ling, kattakon rahmat. Narxlar tanishtirganingiz uchun. Rahmat. Navbatdagi mashinalarni ko'rgani Profi Motorsga keldik. Profi Motorsdan assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Muhammad Yusuf. Qanaqa mashinalarimiz bor? Asosan bular BMW, Li6, mana shunaqa zikr mashinalari sotishadi.
Xallar ham sotishardi. Hozirgi kunda qanaqa mashinalar bor, narxlari qanaqa, arzon qilib tanishtirib berasiz. Hop bo'ladi. Hop, Boshladi. hozir nalichada i3lar bor. i3. Ha. Qaysi birlari? i3 Mana bular 35 yil, nardi grey, qora rangida. boshqa joyda ham bor-da. Boshqa joyda ham bor. Tamoshada turgani ham bor. Aha. Bundan tashqari 40 yilda ham bor. 40 yil. Hammasi i3. Ha. Nech pul bularning narxi? 40 yilda 47 ming Kaltatsiya bo'ladimi? bo'ladi. 40 yil. Bu hozir mana ko'rib turganimiz Bular qaysi? 35 yil. 35 yil. Ha. Buni qanaqa ochamiz buni? Bossangiz ochiladi anaqasi. Bo'ldi, ochildi. Biskvitlar bor. Biskvitchoy ham bor ekan. Bu hozir 35 yil. Buni rangini qora deymizmi buni? Qora deyiladi, temno-siniy o'zi. Ha, o'ta dipallarga o'xshagan, ha? Qop qorasi bo'lmaydi. Tanishtirib bering, shu bu mashinani qanaqa? Nima funksiyalari bor? 286 ot kuchi, Aha. zapas xodiga keladigan bo'lsa 526 ta bo'ladi. Trexel bilan farq qiladigan joyi old ablisovkasi, diskasi и head-up bo'lmaydi. 40 yilda ablisovka sal boshqacharoq bo'ladi, diska boshqacharoq bo'ladi, и head-up display bo'ladi. Shunaqa. Qolgan funksiyalar deyarli bir xil. Shunaqa. Narxlari qanaqa edi? Narxi 40 yilniki 47 ming, mana bu 35 yilniki 37 800. 37 ming 800. Nomini yozib beramiz. Ha, bo'ldi, tushunarli. Ranglari qanaqasidan bor dedingiz 35 yilda? Hozircha 35 yilda nardi grey bilan mana shu temno-siniy ranglaridan bor. 40 yilda ko'p ranglardan Yo'q, bor. 40 yildan faqat temno-siniy. Faqat temno-siniydan Shunaqa. bor. Zikrdachi, zikr ham sizlarkimi? Zikr bizaniki nalichada faqat shunisi turibdi. Bu qaysi Qora zikr bu rangda endi? Sport 2025 restyling eng full. Eng oxirgi nima? Shunaqa. Buniki ham kalit chetdami bunikini ham? 2 marta bossangiz buniki ham ochiladi. Qani? Bu tomondan ochish kerakmi? Yo'q, ochilishi kerak. Buni endi tanishtirib bering. Hop. 3 sekundda yuziga chiqadi. Zapas kodi 656. Ana ochildi. O, dopopchalari ham qo'shilgan Hamma ekan. narsasi bor. Asal, Shabdufa, Bagref. Nech pul buni narxi? Buning narxi 53800. Zikrlar ancha arzon bo'lib qopti. Zo'r-ku. Bu hozir 0 probegimi? 0 probeg. Arzonga olib kelganmisizlar, o'zi narx shunaqami? Yo'q, o'zi narxi shunaqa. Bo'ladigan narxi shunaqa. Ana, yana qanaqa mashinalarimiz bor? Yo'ldagi ki bo'ldi. Li 6 Pro'lar bor. Li 6 Pro. Qanaqa rangi ulardi? Rangi qora. Salon Qoraga kofe, qoraga apelsin. nech puldan bo'lyapti ular narxi? 46500. 46500. Qo'lga tegadigan narxi. Ha, nomli hech Mana bu qaysi mashina? Shu 40 yil bu shu bo'ladi. i3 40 yili yurgan, 18 ming yurgan. 18 ming yurgani. Xitoyda o'zida yurgani. Chetda yurgan. Chetda yurganmi? Chetda yurgan. Bu nech pul bo'lyapti buni narxi? Buni narxi 38,5. Yangisi qancha edi? Yangisi 47 ming. 9 ming arzoniga 18 ming, 8 ming yurgan. 18 ming yurgan, 8 ming arzonga sotyapsizlar. Shunaqa. Arzonroqqa sotaverish kerak, buni 18 ming yurib qo'yibdi. Xudo xolasa Tashlash kerak bu, yarmiga tashlash kerak, to'g'rimi? Xolasa. Ha, kelishib mana shuni kelishtirib beramiz deyishyapti. Yaxshilab kelishtirib berasizlar. Bo'ldi. Yana qanaqa mashinalarimiz bor? Hozircha shularmi? Hozircha shular chempionlar bor. Chempionlar qanchadan beryapsizlar? 29,5. Qolganlar qatori. Shunaqa. Qanaqa ranglari bor? Qora, oq. Qora, oq. Muhammad Yusuf Han elan bor ekan-ku. Shunaqa xayoldan chiqib ketibdi. Panelda ikkita rangidan bor. Bash rangi bilan qora rangidan turibdi skladda. Skladda. Bu ham sotilyaptimi? Bu ham sotuvda. Bu rangni nima deydi? Bu rangini otini? Endi jaydarchasiga oqda olamiz siz. Bu oq rangmi? Oq deymizda. Oppog'i yo'q. O'zi oppog'i bo'lmaydi-da, o'zi. Mana shunaqa rang bo'ladi. Bu Shunaqa. qanaqa galuboy rang ekanda o'zi. Shunaqa. Salonni qarang. Bir och, oranjeviymi, qandaydir. Ha. Buni Apelsinga yaqin. isqalab turgan qoraning rangi qanaqa? Shunaqa, ichi Buniki ham shunaqa. Ha. Qaysi pozitsiya? Buni o'zi 3 ta pozitsiya bo'ladi. 3-chi pozitsiyasi 2-7 sekund yuzga chiqadi. 400 masaj, shabdu, fabagraf hamma narsasi bor. Qiziqqanlarga nech pulga sotyapsizlar? Buni 46,5 ga qilib beramiz. Undan pasti yo'q. Yo'q. 46,5 ming. O'zlaring kelishib olaverasizlar. Men narx to'g'risi bilmayman. Mana Muhammad Yusuf o'zlari tanishtiryaptilar narxlarni. Kelishtirib beramiz. Ma'qul, ma'qul. 46,5 mingga Han El olish imkoni bor ekan. Xuddi shu pulga yana BMW ham olsa bo'lar ekan-da 47. Shunaqa. Qaysi biri yaxshi deb o'ylaysiz? O'zingizni fikringiz. BMWni 40 yilimi yoki buni 46,5 ga buni olgan yaxshi? BMWni o'zining ishqibozlari bor. Buni o'zining ishqibozlari bor. O'zingiz bo'lganingizda qaysi birini olgan bo'lardingiz? Men mana mashina olgan Siz bo'lardim. buni olgan bo'lardingiz. Mayli, BMWni ishqibozlarini xafa qilmaymiz. Ishqiboz bo'lsalar ham BMW olaverasizlar, sog' bo'linglar. Lekin turishidan ham, yurishidan ham, funksiyasidan ham bu ancha Bu ustun turadi. aqlliroq, BMW jerskiyroq. Ha. Buni yurish masofasi necha kilometr edi? 601 kilometr zapas kodi bor. 40 yilchi? 40 yilda 592. Lekin u aniq yurib beradi.
Buncha yurib berolmaydi lekin. BMW ko'proq ishonch bor. Muhammad Yusuf, tanishganimdan xursandman. Bemalol agar qiziqsalaring bu kishimni mashinalariga Profi mototsikllar Muhammad Yusufga uchrab, bemalol o'zlaring kelishib xarid qilib olasizlar. Sog' bo'ling. Charchamang aka, salomat bo'ling. Mashinalarda tanishish bilan davom etamiz. Hozir endi yana bir qancha yangicha mashinalarda Nurbek ukamiz. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizsiz? Rahmat. Nurbek ukamiz endi tanishtirib beradilar. Qarshimizda mana BYD ni E7 turibdi. Mana shu mashinani bitta tanishtirib bering. Mashinamiz yili 25, 520 zapas xoti elektr 100%. BYD E7 modelining birinchi pozitsiyasi bu. Narxi 21,5 ming. Eng oxirgi narxni aytyapsizmi? Ha. Salon kattaligicha, ana Chin L bilan bir xil ekan. Katta ekan. Hamda ham kattaligini beryapti. Shunaqa. Mana shu yoqdi menga. Buni hadoylari ham ancha yumshoq bo'ladi. kattaligini Kattaligi ham, hadoyiga ham. narxi ham normalniy ekan. 21 ming ish bildingizmi? 21,5 ming. Agar shu lyukligi bo'lsa, sal qimmatroq bo'ladi. 24 ming atrofida keladi agar. Ha. Keladi hali. Endi lyukka qiziqmagan odamlar 21,5 ga olib maza qilinsa bo'ladi. Yana qanaqa mashinalarimiz bor? Yana BYD Dolphinlarimiz bor, aka. Ana shu Dolphin tanishtirib bering. Xo'p bo'ladi. Dolphinda razi zo'r. Hozir zo'r chiqdi-da mana shu hamcha. Buni lyukligi bor, lyuksuzi bor. Da. Qarang, mana lyukligi ekan, qarshimizda. L7 modeli bu. Elektrmi, Bu polni? ham elektr, yili 24, zapas xoti 518 kilometr, lyuk panoramalari bor, abduf abagrifflari bor, 360 kameralar va polni elektronika bagajlari ochilib yopilishlari. Eng fullisi ham bo'ladi. Nech pul bu? Bu 22 ming. 22 ming. Yili 24ligicha arzonroq, menimcha. 24ligicha Pul bo'lsa ham. Puli bo'lsa ham. Buni ana birinchi pozitsiyasi turadi orqa tomonda. Pozitsiyasi u 21,5 ming. Lyuki yo'qligida. Ha, Uni yili 25 ani lekin. 25 yili. Ha. Uni yili 25, 21,5 prostoy. Shunaqa, prosta. Bu aqlligi yili 24lik uchun 500 qimmat. Shunaqa. Buni 25i bormi? 25 yo'q, bozor bo'yicha. Bozor bo'yicha yo'q. Bozor bo'yicha yo'q. Ha. Bu bir eski kelib qolgan ekanda bo'lmasa. Yana qanaqa mashinamiz bor? Dolphin 007 bor. Ha, Dolphin 007 mizni 25 restyling. qaysi bir gibridmi, elektrmi? Elektr 100%, zapas xoti Wow. 550. Birinchi pozitsiya ekan-a, demak. Elektr. Elektr. Old sidenalarida abduf abagrifflari bor. 360 kamera, head-up display, Panorama tom, gazli bo'ladimi panoramasi? Da, gaz. Gazli, otda urmaydigan bo'ladi, katta bo'lishiga qaramasa. Orqasida nima? Orqasida spoiler ham ochiladigan ekan, ha? Buni 4 ta rejimi bor: Eco, normal, sport, sport plus rejimlari bor. Narxini ayting. Narxi 25,5 ming. 25 ga ham beraverasizlar. 25 ga ham beramiz taqalsa. Bunda taqalgan narxi elektronik. zo'r ekan lekin. 570 ha buni kilometri. 550. Ha 550. Aha. 400 bemalol yuraverar ekanda, bo'lmasa. Shunaqa. Yana qanaqa mashinamiz bor? B10 mi bu? Nima deydi? Leapmotor B01. Ha, B01 sedan. Buni zapas kodi 550, 100% elektr. Birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyami? Shunaqa, oddiy. Ammo zo'rda, Cobalt o'rniga olinmaydigani. Shunaqa. Narxi ham Cobalt narxi. Narxi ham Cobalt narxidaqa 22 ming. Cobalt narxi 13 ming. Bu ikkita Cobalt narxida. Qimmat ekan. O'zi hozir endi aksiga olib Leapmotorni olib kelib bo'lmayapti-da. Shunaqa olib kirib bo'lmayapti. 550 ni. 550 zapas kodi. Kattaligi o'sha salonlari, o'sha Cobalt salonchi ekanda. Shunaqa. Buni inglizcha yoki ruschasi ham bormi? Bor, rusifikatsiyalari bor. 22 ga qimmat emasmi? Sal arzonroq qilmayapsizlarmi mabodo? Yo'q, o'zi 22 taqalgan aytaman narxini. Ha, o'zi 23 sotyapti, 25-23 sotishyapti buni bozorda. Ha, shunaqami? Qimmat sotishyapti. Qimmat sotishyapti. Ofitsial ish sotyapti. Ofitsialni 25,5 sotyaptilar. Voy. Uni pozitsiyalariga qarab. Mayli. Yana nima mashinamiz bor? Yana hozir bo'ldi o'sha prostoy qoldi. Prostoy qoldi, Dolphinda. 08'imiz da bor, 5 ta o'rindiqligi. 25 model ekan, 24 yili. Yili 24 mi? Yo'q, 25 tur yili. Yo'q, 24. Eskirib ketgan ekan. Ko'qatdan topib keldilar. Mana eskirib ketgan mashina. Olib qo'yganmiz-da. Nech pul buni narxi? Bo'pti, Buni eskirib narxi ketgan. 30 ming, 6 o'rindiqlikmi? 5 ta o'rindiqlik. 5 o'rindiqlik gibridmi? Gibrid. Aha. To'xtab, asli gap aytaymi? O, naryoqda. Bizga shuni narx qo'ygan. Qimmatmi? Shunaqa. Endi aytavering ochig'ini, u yerda 29700 deb turadi. Hamchi 29500 ga ham 5 o'rindiqli gibridni berib turadi. Shunaqa. Sizga 30 ming. Shunaqa deyishadi. Akalar, bu ukamdan 008 dan olmaylarmi? Qimmat sotyaptilar. Endi to'g'risini aytyapman, Ularda chunki Face men bilan. ID'lari yo'q. Ularda Face ID'lari yo'q. Ularda yo'q, bunda bormi? Bor. Mana Face ID'lari bor rulida.
24 da bor, 25 da yo'qmi? Ha, 25 restoranlarni любойni ochib qarang. Yo'q. 26 deng. 25, 26 restoran любойni ochib qarang. 26 model ular. 26 model, 25 da ham yo'q. 25 ni o'zida ham Bu yo'q. aqlliroq chiqqandingizmi bu? O'shancha qimmatmi? Shuning uchun. Yili 24 zato. Zato 24 bo'lsa, Face ID'lari bor. Mayli akalar, u demayman, kelinglar, o'zlaring taqqoslanglar. Shunaqa. U arzonrog'i bilan bu qimmatroq ekan, o'zlaringga ma'qul bo'lgan olaverasizlar, Nurbek. Ha, shunaqa. Nurbek, mana yerda BYD Yuan pluslarimiz qolib ketibdi-yu. Eski model lekin buni men aniq bilaman. 24, Yili 24 mi? yili 24, 5-pozitsiyasi, full pozitsiyasi. Full-i? Yili 24. Aha. Modeli eski. Eski. Qolib ketgan, qayerdadir yotgan mashinalar terib olib kelingan. Yo'q. Ha, Shunaqa bo'lyapti, lekin Aha. yangimi mashina? yangi mashina 0 probeg. So'piga cho'kmaganmi? Yo'q, hech qayerga Tayini cho'kmagan. ko'rdingizmi? Chirigan. Probegi 0. Yo'q, 100% tayiniga noli kafolat beramiz. 1 yil garantiyalari ham bor. Tekshirib olaverasizlar bemalol. Tayinani zanglagan joylari Yo'q. yo'q, tozalab, Top-toza. Xitoylarchi suvga tushgan mashinani tozalab keladi-da. Ustalar tekshirib oladi, qarang. Yo, mashinalarni o'zim tushirib olganman. Siz tushirib O'zim olganmisiz? tushirib olganman. Endi uni siz bilmasligingiz mumkin-da. Mayli. Toza deyishyapti. Nech pul narxi? 25 ming yoki? 25 ming. Aha. O'z 26 modelini 27 mingga sotyapmiz o'zimizda bor, qorasidan bor. Bu 25 ming yoki? 25 ming. Shunaqa. Buni yana arzonroq bersalar kerak. Ham yili 24 ekan. O'taveramiz mayli. Kelinglar, ana shu yerga urib olasizlar. Men javob beraman, chunki 26 modelini, yo 25 modelini, hali xolodilniklari bor, qorasini biz o'zimiz 27 ming sotyapmiz. Bular 2 ming arzoniga 24 sotishyapti. Ya'ni eski model. Axir ancha pastroq qolaverasizlar. 24, 23 ga olaveringlar. Ha, qilib berasizlar. Xudo xolasa qilib beramiz. Bo'ldi. Kelib olaman deylar. Qaysi ranglar bor? Bu Qora bilan mana shu Mokri. ikkilar, Nardagiri bilan mana shu qora qolgan. Bo'ldi. Bu zo'r bo'lgan o'zini paytida bu ham. Shunaqa. Bo'ldi, bo'lmasa ma'qul. Boshqa mashinalar yo'q, ha? Boshqa mashinalar yo'q. Kattakon rahmat, Charchamaysiz, Nurbek. sog' bo'ling. Agar mabodo bu bilan topmoqchi bo'lsalaring, o'na Eka bozorda, shunday ro'parasidan o'tib, sal o'yinroqqa Karlingni yoniga o'tsalaring, mana shu yerdan shu bilan topasizlar. Shunaqa. To'g'rimi? Shunaqa. Bo'ldi, sog' bo'linglar. Nomeringiz bo'lsa aytib qo'ying bo'lmasa, ja bo'lmasa, qiziq. 20lik, 20 likmi? 20lik, Ayting. 005 8068. Nurbek. Telefon qilaverasizlar. Bo'ldi, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Yak Ayyonda avtosaloniga kirdik, mashina yo'q, lekin yonboshida Voya freni mana bu yashillari turibdi ekan. Mana shu qizimizdan ekan. So'rasak, narxlarini arzon aytayaptilar, faqatgina nima dedingiz? Yurgan mashinalar. 2024 Yili 24. Xitoyda yurgan. Xitoyda Nima qilib yurgan. yurgan ularda? test drive'da bo'lgan. Test drive'da bo'lgani. Shunaqa. Qanaqa ranglarimiz bor? Yashil, qora. Lekin bu full emasa, eng full emasa Yo'q, 210 taligi. 210 taligi. 210 taligi. Ha, bular narxi nech pul? 34,5 deyapmiz. 34,5. Yana kelishtirib beramiz. Kelib olaman deysiz. Shunaqa. Chunki bu hali ikkita to'rtta ballonni tortadigan emas ekan, arzon bo'lish kerak Shunaqa. ancha. 1-2 ming yurgan va full to'rtta ballon tortadigandan emas. Qora, mana bu yashil ranglari ham bor. Bor. Hozircha 34,5 deyapsiz. 34,5 deyapmiz, Bo'ldi. yana kelishtirib beramiz. Mana shu qizimiz oldilariga kelaverasizlar. Gakayon avtosaloni yonida turadilar doim. Hozir ko'rib qolib, qiziqib bu kishimi ham Shunaqa. mashinani ko'rsatay dedik. Sog' bo'lasiz. Kelinglar, kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Rahmat. Navbatdagi mashinalarimiz qarshimizda mana Dongfeng Aeolus L7 ni 25-yili turibdi. Bu 25 modelini ham o'sha eng birinchi pozitsiyasi, bilsalaring eski modelida tepasi faqatgina oq bo'lardi. Bunda mana qoraligi. U o'sha yangilangan model hisoblanadi, lekin baribir birinchi pozitsiyasi, ya'ni tomida luki yoki panoramasi yo'q. Buni narxini 22.600 deyishyapti. Yana xuddi shuni mana bu ko'k yashil aralash. Bu qop-qoraga o'xshamaydi. Qop-qora uzoqdan qoraga o'xshaydi, lekin ko'k yashil aralash. Короче, bu ham mashina rangi ham bor ekan. Eng qizig'i, eslangda bo'lsa, Nami Box'ni ko'rsatgan edim Xitoyda. Yuan appga taqqoslangan mashinamiz narxida ham. Faqat birinchi pozitsiyasi oddiy diskada bo'ladi, kalpakli bo'ladi. Panorama luki bo'lmaydi, orqa kamera bo'ladi. Ya'ni 360 kamerasi bo'lmaydi. Lekin cruise control bo'ladi, adaptiv bo'lmaydi. Ya'ni oddiy Cobalt desak bo'laveradi. Ushbu narsa mashinani 19 ming sotishyapti ekan. Yuan appning birinchi pozitsiyasi ancha qimmatroq. Balkim 20 ming yoki 20 buni ham narxini bilsak aytib yuboraman video davomida. Mana bu rangidan bor ekan, mana bu oqidan ham bor ekan. Oqini ham e'tibor bersalaring, oppoq bo'lmaydi. Malochniy sifat bo'ladi rangi, malochniy sifat. Birinchi pozitsiyasini olib kelishibdi. Malochniy sifatini ham mana salonini ko'rishingiz mumkin. Malochniy, ya'ni guruch rang deyiladi. Mana shunaqa yangi narxlarimiz. Qiziqsalaring, aytmoqchi, agar mabodo shu mashinani olmoqchi bo'lsalaring, shu Index bozoriga kelib Apex Pizzani
shuni yoniga kelsalar, shu yonboshida mana bu burchakda Dongfeng rasmiy diler do'koni deb ham yozib qo'yilibdi. O'sha yerga kelib, gaplashib, savdolashib olaverasizlar, narxlarini bilib sizlarga ma'lumot sifatida aytib o'tyapmiz. Qani yuringlar, keyingi mashinalarni ko'ramiz. Yo'lda bu yoqqa ham o'tdik, yo'lda bu yoqda ham mana Dongfengning magazini bor ekan. Bu yoqda ham Namilarni qo'yib qo'yishibdi. Nami Box 06. Xo'p, Dongfeng L7'larda ham boshqa pozitsiyalari ham bor ekan. Yuringlar ketdik, Dongfeng kirib narxlar so'raymiz deyish pul ekan. Bozorda aylanib yurib, yana zo'r mashinalar topib oldim. Qarshimizda Mazda EZ60 bilan Toyota'ni BZ5. Aka, CMC Motors'ning mashinalari ekan, aka. Bitta tanishtirib berasizmi mashinalaringizni, nech puldan, qanaqa sotilyapti? Mana qizil rangi ham bor ekan BZ5da. Rasvetkasidan ham bor, 630 kilometr yurib beradigan. 630ligimi bu? Bu 630lik. Vosh zo'r ekan. Elektr, a? Da, elektrada. Bu versiyasi 550 kilometr yurib beradigani. Bu avtomobilimiz. Ikkinchi pozitsiya bo'lyapti, bu to'g'ri bo'lyapti. Fav ishlab chiqargan. Xuddi shunaqa. Nech pul narxini aytib bering. Xo'p, qarang. Bu avtomobilimizga 28700 deb narxladik. Yana bizdan kelsa yana 100 so'm kesim sunnatiga o'tib beramiz. 28700 mi? 28700. Qizilimiz-chi 600? Qizilimiz esa 630 kilometrligi 31000 ming qilib beramiz buni. Zo'r ekanda. Mushtarak zo'r. Voобще zo'r. Panoramaligi. Endi Mazdani ham narxini aytib bering. Mazda esa bugungi hozirga yangilik bo'lib turgan mashinamiz. O'zbekistonda bundan hali yo'q. Max Max hibrid. pozitsiyasi hibrid. Nimani g'irt o'zi. Bitta ochib beraylik. Mashinaning kaltini. Ko'ring, bu avtomobilimiz Qanaqa ochiladi bu? Ana. Changan bazasida ishlab chiqarilgan. Hamda Depal bazada dega. Changan baza, o'sha Depal bazasi. O'xshaydi menimcha. Hamda bu yerda o'sha avatar dizaynida chiqqan. Injener bu avatarni chizgan odam. O'shancha avatarga o'xshagancha. Salonni ko'rsangiz, avatardan farqi yo'q. Oldi sidenyalar juda ham qulay qilingan, udobstvolari bor. Ikkalasida ham massaji bor, a? Massaj hamda ikkala sidenyada ham zero gravity funksiyasi bor. Akustikaga keladigan bo'lsak, da full pozitsiyasi Michelin 21 diska, akustikalari Dynajo akustikalar bilan jihozlangan. Dolby Atmos juda ham kuchli, zo'r chiqaradi. Face nimalari bor. HD displeylargacha bor ekan. Bunaqa narxga Mana uni elektrligi ham. Elektrligi dop opsiya. Hali bizda endi bu narsaga ko'pchilik o'rgana olmagani. Qiziqsa olib kelib beraverasizlarmi Qiziqsa olib shunaqasi? kelib beramiz undan ham. Bo'ldi. Qiziqsa Buni sotildi deyapsizlar, buni ish bilan ketdi bu. Sotildi, 35 ga ketdi. 35 ga? 35 ga ketdi. Agar qiziqsalar ham olaverasizlar mana shu mashinadan, a? CMC Motorsga kelaverasizlar. Motorsga kelsanglar. Ismingiz nima aka? Hojakbar. Hojakbar aka amollariga. Nomeringiz bormi? Nomeringizni aytib Instagram oling. raqamlarga yozib qo'yamiz. 97lik 729 02 62. Kelaverasizlar CMC Motorsda yana boshqa. Mana buni qorasi ham ko'rdim. Qorasi ham bor, a? Qora rasvetkasidan ham bor. Qoraga qora, oqqa qora. Mana uning rangi nima deydi buni otini? Staloy rasvetka. Bo'ldi. Rahmat aka, sog' bo'ling. Boshlarni tanishganingiz uchun rahmat kattakon. Bozorda aylanib yurib, yuvanaplarni ham qidirib topdik, lekin narxlar har xil. Qisqasi, mana bu birinchi pozitsiyalar turibdi-yu, yuvanapti birinchi pozitsiyalarini narxini ayrimlar 20 ming deyapti, lekin ko'pchilik 20.500 deyapti. Agar misolchi zakazga 19 mingga keladigan bo'lsa, qisqasi bozorda 1.5 ming dollar qimmatga sotilyapti ekan. Buni 3-chi pozitsiyasini ham surishtirdik. Yuvanapti 3-chi pozitsiyasini 23 ming ham deyishyapti, 22.500 ga ham bor deyishyapti. Masalan, agar zakazga oladigan bo'lsanglar, 3-chi pozitsiyasi qo'lingizga taxminan 21.500, 21.600 larga tegadigan bo'lsa, demak, bozordagi narxi 1.5 dollarga qimmatroq naqdini sotishyapti ekan. Qiziq bo'lsa, bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Biz kimdan olishingizni yordam berib yuboramiz, topib beramiz. O'sha odamlar sizlarga eng arzoniga topib beradi, xudo xolasa. Bozorda yurib BYD Selan'ni ham ko'rdik. BYD Selan'da o'sha 605 kilometr elektrlik eng fullini 30.800 deyapti xitoylikda. O'zidan so'radim narxini. Bilmadim. Bundan boshqa hech qayerda sotayotganini ko'rmadim. Balkim nima deydi, skladda bundan ham arzonga topsa bo'lar, lekin hozircha topganimiz 30.800. 这个是最低的价格，对不对？还是可以做便宜点的嘛？有客户如果过来再沟通一下买出去多少钱？我100、200、300，100、200没问题。300也没问题吗？300也没问题吗？我现在说一下，他们然后过来这里，然后从你买没问题。如果你的价格好的话。30.500 ga tushirsak bo'ladi. Hozir deb o'ylanib qoldi. Va shola 300 kayliga 30.500 ga menimcha berib yuboradi. Bemalol kelaverasizlar. Agar undan arzon topolmasalaring, bemalol mana shu xitoylik xolamizni, apamizni oldiga kelib, "Men bu yerman, aka, ko'rishni xohlamayapti." Qisqasi, qayerda
Donfinni yonidagi qatori kesalar siylanib turibdi. Bu kishimda ham o'sha BYD nima edi? Toyota'ni bizni 5-chi pozitsiyalarni qora oq mana bu rangidan bor ekan. Bu kishimda ham narxi 28700 dedi. 28700 rus tili ham qilib berar ekan. Yuzlik ketdi, yana boshqa mashinalar ko'ramiz. Ha, aytmoqchi, agar BYD C-Line 06 ni gibridini xohlasalaring, gibridi bizda bor, oqqa saloni ham oqidan. Mana bu hozirgi elektrda oqda saloni qora ekan, lekin bizda oqqa oq salon bo'lgan gibrididan bor. Bilasiz, C-Line'da elektrini orqasi tortadi, gibridi esa oldi tortadi. Qiziqsalaring bizda bor, narxi 34 mingga berib yuboramiz deyapmiz. Pastki raqamga aloqaga chiqib, o'zimizdan xarid qilishingiz mumkin. Qarshimizda Denza N8 ham olib kelib qo'yishibdi. Mana bu rangidan. Mana shunday rangini o'zini asli Narda Grey deyiladi. Biz BYD so'ngda ham Narda Grey deydigan bo'lib qoldik. Yuan Up'da ham Narda Grey deyapmiz. Yuan Up'da Narda Grey ancha och bo'ladi. U Narda Grey deyilmaydi. Haqiqiy Nardo Grey mana bu bo'ladi. Aynan N8 ni Narda Greydan olib kelib qo'yibdi. Narxini 68 ming deyishyapti. Kesalaring, mana shu yerdagilarga o'zi mashina shu qatorda, ko'rsalaring, cho'ssalaring, narx shunaqa ekan. Yonida mana S7 ni ham olib kelib qo'yishibdi. S7 ni ish pul bo'lyapti. Bu S9 mi bu? S7 Nargisi, bu S9 langan diskali. Ish pul bo'lyapti bu? 58 ming. Sotilishi 58 mingga S9 sotishyapti. Vashche yorvoribdi lekin mashinani. Gibrid mashina bo'ladi S9imiz. Chotki mashina lekin lagan diskali S7 deb o'ylabman. Hozir menda S7 ham bor ekan. Hozir bozorda yurib S07 ni o'sha 25 modelini oqqa oranjevisini ko'rib qoldim. Anita oq seriymi? U ham oqqa oranjevimi? Bu ham oq oranjevi ekan. Faqat eslangda bo'lsa, qorasini ko'rdik-ku, 19 diskaligini ko'rdik, 27,5 deyishdi. Bular buni 27700 deyishyapti, zato 20 diska bilan. Demak, bular arzonroq aytishyapti. Agar qiziqsalaring, kelaverasizlar. Qatbat D2 blokmi? D2 blok. Короче, CMC Motors yoniga kelsalaring topib olasizlar. Mana shu kampda ko'rsatib yuboring. Mana shu bola David inglizcha oti, o'zbekcha otini bilmayman. Firdas bedolda kelsalaring topib beradi. Donfillarda ham arzon sotyapsizlarmi? Aytib yuboring, mana 25 modeli, 6 o'rindiqli, 5 o'rindiqlimi? 5 o'rindiqli gibridni birinchi pozitsiyasini 29,5 ga sotishyapti ekan. Qoraga oranjevi, qoraga qora, faqatgina modeli eski model, 26 emas. Firdas bedolda kelaverasizlar. Aytmoqchi, S07 ni 26 modeliga qiziqsalaring, bozorda aylanib yurib bitta ham topolmadik, lekin S07 ni aynan 26 modelini bizda o'zimizda oqqa ichi seriyasidan bor. Diskalari sal boshqacha bo'ladi, oldi ko'rinishlari boshqacha, matritsali, farali bo'ladi. Qisqasi, uning narxi sal qimmatroq. U 230 Ultra deyiladi, 3-pozitsiya hisoblanadi. Unda xolodilnik dopopcha qilingan, shopirga ham hatto 0 gravitatsiya qo'shilgan va diskasini ham 20 ligidan qilingan. 26 modelining tayyorini 32 ming deyapmiz. Qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Xuddi shunaqa oq ko'rinish, zato 26 model. Mana akalar, bozorlarda aylanib chiqdik, ko'rganimiz mashinalarning narxlarini bilib, qo'ldan kelgancha sizlarga tanishtirishga va ko'rsatishga harakat qildik. To'g'ri, ayrim mashinalarning narxlarini bila olmadik, ayrim mashinalarni ko'rmadik. Agar sizlarga yana qanaqangi mashinalarni topib ko'rsatib, narxlarini bilib berishimizni xohlasangiz, albatta kommentariyada o'sha mashinalarning ismini qoldiring. Keyingi safar videoda albatta o'sha mashinalarni ham topib narxlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. To'g'ri, o'zimiz xohlab qidirib topolmagan mashinalarimiz ham bor edi. Ular orasida Yuan Plus bor edi. Yuan Plus bozorda hech ham ko'rmadi, lekin agar qiziqsalaring biz o'zimizda bor. Yuan Plusni aynan qorasidan 27 ming dollarga sotyapmiz. Uni o'zimizdan olishingiz mumkin. Chempionimiz ham bor, qora rangidan bozor narxidan ozgina arzonroq ham qilib berishimiz mumkin. Undan tashqari boshqacha mashinalar ham kerak bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Kerak bo'lsa bizga pastki raqamlarga aloqaga chiqinglar. Mashinalar topib berishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Agar sizlarga video ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosishni ham unutmanglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Iloji boricha vaqtimiz bo'lganda bozordagi o'zgarishlarni, narxlarni ko'rsatib boruvchi videolar qilishda davom etamiz. Undan tashqari ushbu kanalimda Xitoy mashinalarini alohida obzor qilib beruvchi videolar ham tayyorlab boramiz. Agar qiziqsalaring, undan tashqari o'zlaringda elektromobillaring yoki Xitoy mashinalaring bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar.
Sizlarni ham mashinalaringni kanalda e'lon qilib beramiz. Zora sizlarni ham mashinalaring sotishga qiynalmasdan sotishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.